O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev turizm, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan qurilish loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Bugungi global raqobat sharoitida turizm, transport va ijtimoiy infratuzilmani izchil rivojlantirish har bir davlat uchun strategik ustuvor vazifalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu sohalarning samarali taraqqiyoti iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtiradi, aholi turmush darajasini yuksaltiradi va mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Boy tarixiy, madaniy meros hamda qulay geografik joylashuvga ega bo'lgan O'zbekiston uchun esa bu yo'nalishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Turizm iqtisodiyotni rivojlantirish va uni diversifikatsiya qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Buyuk Ipak yo'liga mansub qadimiy shaharlari, noyob me'moriy yodgorliklari, tabiiy va madaniy landshaftlarning xilma-xilligi bilan ulkan sayyohlik salohiyatiga ega. Turizm sohasini tizimli va maqsadli rivojlantirish, xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish, ichki turizmni kengaytirish, minglab yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hududlarda kichik va o'rta biznes rivojini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Mamlakatning turistik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish avvalo zamonaviy va samarali transport tizimiga bog'liq avtomobil yo'llari, temir yo'l va aviatsiya aloqalarini rivojlantirish, logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, hududlarga yetib borish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Samarali transport tizimi faqat harakatlanishni yengillashtirib qolmasdan, balki ishbilarmonlik faoliyatini ham rag'batlantiradi, biznes xarajatlarini kamaytiradi, hududlararo iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi. Ijtimoiy infratuzilmaning rivoji ham mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Qulay hayot tarzi, zamonaviy mehmonxonalar, servis va tibbiy xizmatlar, madaniyat va dam olish maskanlari aholining turmush sifati hamda mehmonlar uchun xizmat ko'rsatish darajasini belgilaydi. Ijtimoiy infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar hududlarni yashash, mehnat qilish va tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yanada jozibador qilib, ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, turizm, transport va ijtimoiy infratuzilma sohalarida yangi loyihalarni amalga oshirish O'zbekiston uchun qator muhim ustunliklarni vujudga keltiradi. Bu investitsiyaviy jozibadorlikning oshishi, xizmatlar eksporti qamrovining kengayishi, bandlik darajasining o'sishi, hududlarning kompleks rivoji hamda mamlakatning xalqaro nufuzi mustahkamlanishida namoyon bo'ladi. Bunday kompleks yondashuv uzoq muddatli istiqbolda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlab, aholi farovonligini oshirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Darhaqiqat 25-yil juda ham aeroport yo'nalishida voqealarga boy yil bo'ldi. Sababi davlatimiz rahbari darajalarida bir nechta loyihaga start berildi. Urganch xalqaro aeroportini Inchon korporatsiyasi bilan hamkorlikda qaytadan modernizatsiya qilish. Bu loyiha Urganch aeroportini tubdan takomillashtirib, barcha shu texnik parametrlarini xalqaro standartlar asosida amalga oshirishga turtki bo'ladi. Bu Xorazmga yarashadigan bir jahon standartlariga javob beradigan katta bir loyiha bo'ladi. Sayyohlar va ishbilarmon doira vakillarini sonini bir necha barobar ko'payishiga olib keladi. Bugun faqat Urganch aeroportini modernizatsiya loyihasi yangi Toshkent aeroportini bugungi kungacha, mana tamal toshini 15-oktyabrda hurmatli prezidentimiz qo'yib bergan bo'lsalar, bugungi kungacha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha axborot beramiz va kelasida amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalarimizni hurmatli prezidentimizga hisobotini beramiz. Temir yo'llarda yangiliklar ko'p. Nurafshon, Yangiyer temir yo'lini qurishimiz kerak. Arnasoy, Jizzax Arnasoy temir yo'llarini qurishi, hammasini ega kesimi bor, topshiriqlari bor. Prezidentimizning qarorlari bor. Hurmatli prezidentimiz bizlarga topshiriq bergan. Shu takliflarni kiritamiz. Bu takliflarimiz Urganch aeroportidan Xivaga turistlarni va xorazmliklar umuman O'zbekiston xalqiga bo'lgan sharoitlarni yaxshilab berish uchun mana shu topshiriq bo'yicha takliflar bilan kiryapmiz. Bu yerda ikkita elektropoyezd masalasi bor. 12 kilometrga yaqin temir yo'l qurilishi loyihasini taklifini kiritamiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev turizm, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan qurilish loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimiz iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlari, davlatimizning faol tashqi siyosati tufayli xalqaro hamkorlik kengayib, yurtimiz ishbilarmonlik va turizm markaziga aylanib borayotgani infratuzilmani shunga mutanosib rivojlantirishni taqozo etmoqda. Shu bois zamonaviy transport tarmoqlari, xizmat ko'rsatish obyektlari va jamoat binolarini barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Taqdimotda turli hududlardagi bunyodkorlik rejalari ko'rib chiqildi. Jumladan, Xiva shahrida
Kongress markazi va tarixiy etnografik bog' barpo etilishi rejalashtirilgan. Bu inshootlar shaharda yirik xalqaro anjumanlar o'tkazish va turistlar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Qurilishi rejalashtirilgan Konfutsiy instituti va Luban ustaxonasida madaniy va ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish uchun sharoitlar yaratiladi. Urganch xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish doirasida uning infratuzilmasini kengaytirish, yo'lovchilar va yuklarga xizmat ko'rsatish sifatini, logistika imkoniyatlarini oshirish orqali hududning transport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Urganch vokzalidan yangilangan aeroportga alohida temir yo'l liniyasi tortilishi natijasida yo'lovchilar uchun qulaylik yanada oshadi. Shuningdek, mavjud Urganch-Xiva avtomobil yo'lini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish hamda unga muqobil bo'ladigan yangi avtoyo'l qurish rejalari taqdimot qilindi. Farg'ona shahrida Expo markaz qurish loyihasi ham muhokama qilindi. Mazkur majmuada xalqaro ko'rgazmalar, biznes forumlar va yirik tadbirlar o'tkazish uchun zarur sharoitlar yaratilishi, bu esa hududning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, Burxoniddin Marg'iloniy ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish loyihasi taqdimot qilindi. Markazda ma'naviy meros va ilmiy tadqiqotlar yo'nalishida xalqaro darajadagi faoliyatni yo'lga qo'yish, zamonaviy ilmiy maktab shakllantirish ko'zda tutilgan. Buxoro davlat universitetining yangi zamonaviy kampusini barpo etish bo'yicha takliflar ham ko'rib chiqildi. Universitetda professor, o'qituvchilar va talabalar uchun qulay ta'lim va ilmiy muhit yaratish zarurligiga e'tibor qaratildi. Rejalashtirilgan loyihalardan biri Toshkent shahrida zamonaviy badiiy gimnastika majmuasi. Ushbu markazda yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish va professional badiiy gimnastikachilarni tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi. Shu o'rinda aytish joiz, Mayst turizm, ya'ni xalqaro uchrashuvlar, konferensiyalar, ko'rgazmalar va forumlarning qamrab olgan ishbilarmonlik turizmi barqaror iqtisodiy o'sishga intilgan davlatlar uchun alohida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Geografik joylashuvi, rivojlanayotgan infratuzilmasi va xalqaro maydondagi ijobiy imiji bilan ajralib turadigan O'zbekiston uchun ushbu yo'nalish yangi iqtisodiy va investitsiyaviy imkoniyatlarni ochib beradi. Mayst turizmining yana bir ahamiyatli jihati u to'lov qobiliyati yuqori bo'lgan auditoriyani, tadbirkorlar, investorlar, yetakchi ekspertlar va xalqaro tashkilotlar vakillarini mamlakatga jalb etadi. Bunday mehmonlar an'anaviy ommaviy sayyohlarga nisbatan ko'proq xarajat qiladi. Bu esa mehmonxona biznesi, transport tarmog'i, xizmat ko'rsatish sohasi hamda shahar iqtisodiyotining sezilarli ravishda o'sishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga kongress hollar, ko'rgazma markazlari, zamonaviy mehmonxonalar, servis va raqamli yechimlar kabi yondosh infratuzilmalar ham jadal rivojlanadi. Mayst turizmni rivojlantirish O'zbekistonning mintaqaviy ishbilarmonlik va kommunikatsiya markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlab, mavjud salohiyatdan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bunday kompleks yondashuv esa barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlab, mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimiz loyihalarni amalga oshirishda sifat, qulaylik va zamonaviy talablarga qat'iy rioya qilish, shaharsozlik madaniyatini yuksaltirish hamda aholi ehtiyojlarini inobatga olish muhimligini ta'kidlab, mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi.